وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Muharram oyining ro'zasiga keladigan bo'lsak, Nabiy sallallohu alayhi va sallam eng afzal farzdan keyin eng afzal namoz nima deganlarida tungi o'qiladigan namoz dedilar. Va eng afzal Ramazondan keyingi ro'za tutilishligi eng afzal ro'za qaysi vaqtda deb so'raganlarida Shahrullohil Muharram dedilar. Muharram oyi, ana shu Muharram oyida ro'za tutishlik bu afzal. Bu Muharram oyining hammasida shunaqa. Lekin Muharram oyining 9 va 10 kunini ro'zasini tutishlik istihbob bo'ladi, ya'ni mustahab bo'ladi, afzalroq bo'ladi va unga e'tibor berishlik kerak bo'ladi. Sabab Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, Imom Muslim rahimahulloh chiqargan hadislarda aytadilarki, "Siyamu yawmi Ashura ahtasibu ala Allohi an yukaffira as-sana allati qablahu." Ashura kunining ro'zasini men Allohdan umid qilamanki, o'tgan yilning gunohiga kafforat bo'ladi deb umid qilaman dedilar. Ashura kunini, ya'ni shu 10 Muharram oyining 10-sini tutishlik shunday. Va 9-kunini tutishlik ham mustahab bo'ladi. Bu nimaga desa, deyiladigan bo'lsa, Sahih Buxoriy Muslimdagi hadisda keladiki, Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytadilarki, Nabiy sallallohu alayhi va sallamga mana shu amr ko'tarildi. U nima? Mana shu 10-kunini Yahudi va Nasoralar ulug'lashadi mashkunni. Shularga o'xshab qolishlikdan e'tibor ma'noda zikr qilishadi. Shunda Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, agar kelasi yilga qoladigan bo'lsam, men 9 Muharramni ham ro'zasini tutaman deb aytadilar. Va Nabiy sallallohu alayhi vasallam kelasi yilgacha yashamasdan vafot qiladilar alayhi salatu vassalam. Shuning uchun Nabiy sallallohu alayhi vasallam hadislari bilan bayon qildilar, 9-kunini tutishlik Nabiy sallallohu alayhi vasallamning qavllaridan sunnat bo'ladi. Shuning uchun Muharram oyining 9 va 10-kunini tutishlik Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan sunnat bo'ladi. Endi ba'zi bir olimlar 11-kunni ham tutishlikni mustahab ko'rishadi. Lekin bu ana shu Ashurodan 10-ning Muharram oyining 10-sini bir kun oldin yoki bir kun keyin tutishligi to'g'risida ishora qilingan hadis sahih emas. Shuning uchun 9 va 10-ni tutishligi sunnatdan bo'ladi Muharram oyining.